Nikohdan ajratish vaqtida sud bolani kimdan qoldiradi? Sud bola masalasini hal qilish vaqtida avvalambor bolaning manfaatiga e'tibor qaratadi. Ko'p hollarda bola onasi bilan qolsa ham, lekin bu avtomatik qaror emas. Sud ko'pincha nimalarga e'tibor qaratadi? Bolaning yoshiga, bola qaysi ota-onaga ko'proq bog'lanib qolganligiga, qaysi ota-onaning uyida sharoit yaxshi ekanligiga, ota-onaning xulq-atvoriga, bolaning xavfsizlik darajasiga e'tibor qaratadi. Agar onaning uyi yomon yoki xavf tug'diradigan darajada bo'ladigan bo'lsa, sud bolani otasiga ham belgilab berishi mumkin. Bu hollarda sud qaysi dalillarni ko'pincha inobatga olishini bilmoqchi bo'lsangiz, bizlarga murojaat qiling, biz sizga batafsil tushuntirib beramiz.